Bugungi dersimiz ingliz tilidagi ba'zi qo'sh kelgan harflarning o'qilishi yoki talaffuzi. Ingliz tilida 26 dona harf bo'lsa, lekin ba'zi harflar boshqa harflar bilan birikishib, o'xshamagan ma'nolarni, o'xshamagan talaffuzlar bo'ladi. Masalan, on. Bu on, agar buningga bir tal i qatsak, one. Agar biz buni phone, yani bu boshqa harflar bilan kelgan vaqtida bu o'qish tamoman o'xshamaydi. Shuningga bu ba'zi sal murakkab bo'lib qoldi. Birinchi harfimiz C. Bu C ba'zi ki, ba'zi C bilan o'qildi. Qanday vaqtda C bilan o'qildi yozamizda. Bu C'ning aqsiga A yoki O yoki U harflar kelgan vaqtida bu ki bo'ldi. Masalan, cat. Cat yoki card degandek. Buna o'xshab ketadigan harfdan G. Bu G mo aqsiga A, O, U kelgan vaqtida G bilan o'qildi. Masalan, game. Garlic degandek. Undan keyin mouse C harfining aqsiga I yoki I kelgan vaqtida bu ko'p hollar chi bo'ladi. Masalan, C bo'ladi. Masalan, sailing. Sailing o'gza, challa degandek. G harfi mo ashunga o'xshash. G ning aqsiga E yoki I kelgan vaqtida bu G bo'ladi. Masalan, eligible degandek. Keyingi harfimiz SH. SH birlashib kelgan vaqtida she deb o'qildi. Masalan, she, u, ya'ni ayollardagi u. CH ning bu ikkisi birikib kelgan vaqtida 3 xil o'qilishi bor jami. Masalan, eng ko'p uchraydigani chi. Chain, zanjir. Cheese, peynir degandek. Ikkinchisi ki deb o'qildi. Masalan, character. Bari ki deb o'qildi. Undan keyin uchinchisi she deb o'qildi. She. Masalan, Chanel. Hammamiz biladigan marka u. Chanel yoki Chicago. Bu yoki chi uyg'urcha Chicago deydi, chi emas, inglizchada Chicago Chanel degandek. Keyingi harfimiz WH. WH ikki xil o'qilishi bor. Mutlaq ko'p qism holda V deb o'qiymiz. Masalan, what, when, why degandek. Ammo bir ma'nosi o'xshamaydi. Bir yerga kelganda o'xshamaydi.
Lan who. Bu yerda who deb o'qiladi. Who are you degandek. Kim. Keyingi so'z th, ya'ni th. Masalan, thank you. Masalan, biz YouTube videolarni ko'rgan vaqtimizda deydi-ku. Thank you for watching and thumbs up and subscribe to my channel degandek. Şerki thumbs up degandek var mı? Şerki thanks, thumbs up degandek. Keyingi harfimiz tr, ch. Masalan, train. Poyez yoki tren degandek. Trouble. Traffic deb qo'ydik-ku. Traffic. Keyingi so'z dr. Bu dr birikib kelgan vaqtimizda g bilan o'qildi. Masalan, drink ichmak, suv ichmak demek. Drink water. Ondan keyin driving, haydamak, mashina demek. Driving the car degandek. Keyingi so'z o. Bu ikki o bir yakka kelgan vaqtimizda bu u deb o'qiladi. Masalan, room, moon, l. İki tane l bir yakka kelgan vaqti. Masalan, spell. Bir qatim o'qiymiz aqsi kelgan vaqtida. Ammo ba'zi o'ttirlarga kelib qolganda ikki qatim o'qiymiz. Lekin aqsi kelgan vaqtimizda bir qatim o'qiymiz. Bir dona l ning o'rni ilindi. Basketball degandek. Undan keyin gh. Bu gh nimi endi o'xshamaydigan yerga kelganda o'xshamay qo'ydi. Masalan, cough, laugh, rough. Bu yerda bundaq aqsida mushtaq kelgan vaqtimizda f talaffuz qilindi. Cough yutalmak, laugh kulmak, rough qo'pol, xam degan ma'nosi bor. Ikkinchisi so'zlarning aqsiga kelgan vaqtimizda, ko'pincha hollarda ayning aqsiga kelgan vaqtimizda hech qanday talaffuz qilinmaydi. Masalan, sigh, esnemek degandek. O'xtartmoq, sigh. Way, ig'irlik. High, egiz degan ma'noda. Undan keyin yana bir yerda qilishib deyishga bu gh ba'zi o'ttirdim keldi. Bu ko'p hollarda ba'zi fe'llarning o'tgan zaman shakli bo'lgan vaqtida ashni almashidi. Masalan, think, o'ylanish. Buning o'tgan zaman shakli thought. Bari gh ning aqsiga bir t bilan kelib, bu ham talaffuz qilinmaydi. Bunday holatda thought. Masalan,
buy setib almak. Bunun ötken zaman şekli brought. Mesela high egiz, hate egizliki degandek. Ondan keyin bu gh ba'zida so'zlarning eng beshig'im keladi. Masalan ghost alvasti. Ondan keyin ghetto. Yani Namaratlar mahallesi, namaratlar o'ltirgan yerler var o bazı yerlerde. Aşağı yen demekçi o bu. Ondan keyin biz başta o'tdik. Telaffuz qilmay keldi deb. Say, high degandek aynan aqsiga kelgandan keyin. Agar bu vaqtlarda bular o'zgarganda masalan high side bo'lganda yoki higher bo'lgan vaqtida buni odam telaffuz qilmaydi. Bunda o'zgargan ahvolda bo'ldi. Lekin bu shunda side, hide mushta telaffuz qilamiz. Ondan keyin yana bir bu egg bilan bir so'z egg bilan oxirlashib, uning keyiniga h bilan boshlangan bir so'z kelib qolsa-mu, bunda avvaldan bak az uchraydi balkim bunga. Masalan egg head. Bu yerda bu ikkinchi g bilan uning oqisidagi h bu yana bir kelganini bildirmaydi. Bu egg degan tuxum, head bosh. Bu ikki so'z birikib bir kelgan. Bu boshlar o'xshamaydi, qattiq o'xshamaydigan bir xil bir nima situation, aniq bir hodisa. Ondan keyin eng g'alati bo'lgan bir so'z bor. Hiccup. Biz bayamada cough'ni o'rganib o'tdik. Bu cough degan gap yutalmak. Bu cough deb o'qilmaydi. Mama hiccup. Va hiccup deb o'qilmaydi. Hiccup. Aqsiki bu aqsi p bilan p deb o'qildi. Shunga buni ko'p hollarda buni hiccup deb yozadi. Odatda hiccup deb ishlatadi. Bevosita hiccup deb. Bu alaqa chikoklab qolgan deymizku biz. Ashta bo'lgancha hiccup bo'ldi.